Oltinchi mas'uliyat vahiyni barobarida himoyat marokiz vahiy. Vahiyni markazlarini himoyat qilishlik. U joydaki vahiy Qur'on o'qiladi, sunnat o'qiladi, lillahi dars o'qiladi, tamom musulmonlar mas'uliyati bor. Erta bir kun mas'uliyat deyishimi deyish, erta bir kun Alloh taolo bilan savol qiladi. Mas'uliyati borki himoyat qilsa. Har tariqdan qotili bilan tashviqini himoyat qiladi. Qo'yiki kissasini puli bilan, xomoli bilan har bir tariqdan ikimizni himoyat qilaman desa, boyat qilsa. Nima uchun Payg'ambar alayhisolatu vasallam himoyat etdingiz, nima foydasi bor sizga? Himoyat etgan nafari nima foydasi bor? Bir nafariki markaz vahiyni Qur'on o'qilayotgan joyda himoyat qiladi. Shuni himoyatini vositasi bilan bu yerda Qur'on kitobulloh o'qiladi. Kitobullohni bir harfini tilovat qilishlik bilan 10 hasana o'qiyotgan nafari keladi. O'sha nafariki shunga sabab bo'libdi. Markazni bino bo'lishligiga sabab bo'libdi, markazni barpo bo'lishligiga sabab bo'libdi. Shundan himoyat qilibdi, o'sha savob shunga yetishadi. Yakka dunyoda emas, dunyodan o'tadi ham ketadi. Burada hadis darozida, ammo men shunchasini aytamanki, sadaqa o'zidan chiqaradi. Sadaqa omda, og'zi bilan, puli bilan, moli bilan, har zoti bilan sadaqa qiladi. Dunyodan ketadi, dunyodan ketgandan sonra savobi bor to'xtaydi. Dunyodan ketsa u qabrga bordi, oxiratda ham agar shundan istifoda bo'lsa dunyoda, shu markazdan istifoda bo'lsa shunga savob bor to'xtaydi. Endi nima deydi? Mulla bacha palonni o'qitning. Yo. Mas'uliyat bu. Joyki voqean markaz vahiyde, markaz ilmde, markaz Qur'onda oyat o'rya hamkorlik etilsa, himoyat etilsa har tariqa bilan bu himoyat qilishlikka bizda xudi muxtor emas. Bizning mas'uliyatimiz bor. Chunonki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam har bir borada mardni tashviq etdiki, ashabi suffa madrasaya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda talabga kelib to'xtaydi, ilm talab qilayotgan kishilar mardni tashviq etdi, mardim bilan hamkorlik deydi. Ana shu uchun zarur, ammo lekin himoyatga mutavajjih bo'lishlik kerakki, himoyatga mutavajjih bo'lishlik kerakki, himoyat qilgan nafar hadafi rizoyat Alloh subhanahu va taolo bo'lsin. Birta bir joyga ko'mak etadi, hamkorlik etadi, masjidga masalan masjid bino bo'ladi, bino bo'lgandan sonra shu masjidning nafarlardan nardan birta kelib hamkorlasa, masjiddagi bo'layotgan nafarlardan birtasi biron vaqt shuni bilan chap kelsa, boray dedi, "Sani masjidni tuzatib berdim, sana aytgan gapni qarmang" dedi. Faqat rizoyat Alloh taolo uchun bu ko'mak etmadi. Ko'maki tanho Alloh subhanahu va taolo uchun bo'lsin va hamchinon mas'uliyatni ado qilishlik uchun bo'lsin. Ba'zilar g'araz shaxsiysi va hamkorlik etadi. Markaziy ilmiy hamkorlik etadi, bir hadafi bor. Hadafi borki, menga bir ot ketsin. Hadaf borki, shu markazdagi bo'layotgan nafarlar pulini menga o'tirsin, hamisha ehtirom etsin. Yo, bundan savob kelmaydi. Faqat rizoyat Alloh subhanahu va taoloni talab qilishlik bilan bunga savob keladi. Mana bu uch mas'uliyat degardi ki muxtasaran bizlarga bayon bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo hammasiga amal qilishlikni o'zi nasib qilsin. Oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.